Eng teşekkürli yenilikler birinci Rüstem Babayev'da keyin Kavanlada. Tacıyıp'ta de. Selamünaleyküm aziz muhlislar. Yurtimizda Xorazmda bayramimiz shukrli boshlanib ketdi. Shashaqam bilan kelib keldik bu yerga. Aslan. Sen çelezgi bu kızım. Ay malades. Navroz keldi, Navroz keldi. Quvonch bilan yuraklar to'ldi. Yangi orzu. Yondan bo'lak olsun. Mashhur bekimiz ham şöyle ko'sh qaytdi. Boshir oldu. İş adam bo'lmasa bayram o'tmaydi jo'ralar. Hadi yo. Chiroyli o'tibdi. Assalomu alaykum. Navro'z bek. Tabriklar duo günü ekan. Bugün. Tabriklar kelgan. O'zbekistonning izi ishi mana yana. Biz Bayranbek Yakubov degan bola. Hamidbek yine yangarga hech kim o'tirmaydi. Rishotga tortib qo'yibdi, rishotga. Ava, Zalbat yine bog'ada o'tirmaydi. Bayramlar bilan ustoyasiz. Ava, Sirojbek yechida o'tirmaydi. Matakpa, assalomu alaykum bayramlar bilan. Yaxshimisizlar? Voy, молодец. Alisher Gullarni o'tirmaydi. Bu go'ja o'tiradi, bu oltin bola bu. Yaxshimi kayfiyatlar? Eng teşekkürli yenilikler birinci Rüstem Babayev'da keyin Kavanlada. Tacıyıp'ta de. Amin. Mana şu yurtumuzda tinchlik bardavom bo'lsin. Mana shunday bayramlar tinchligimizga yarasha yaptı. Mana şu yurtimiz shunday ulug' yurtimiz bor. Mana shu tinchligimizni saqlab turgan hurmatli yurtboshimiz omon bo'lsin. Atrofidagi rahbarlar mana shu Navro'z ayyomlar, Hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Biz san'atkorlar faqat duoda to'y bo'lsin, elda yaxshi kun bo'lsin deymiz. Xalqimizni topgani to'ylarga bo'lsin. Elimizde bayramlar bo'lsin. Shunday bayramlarda biz xizmat qilib hech qachon charchamaylik. Xalqimizga, vatanimizga, Xudoyim shunday bayramlardan ko'psini ko'rishlik nasib aylasin. Hammalaringga ijodlaringizga parvozlar tilayman. Sog' omon yuring. Allah rahmat usta, salomat bo'lasiz.